Yaqında ijtimoiy taratqularda Uchturpan Ajtaq doktorxonasining boshlig'i 40 yoshlar chamisidagi Turdaxonning oldingi oyda vafot bo'lganligi haqida bir uchur tarqaldi. Erkin Osiyo radiosining muxbirlarining bu yipuchiga asosan elib borgan aniqlashlari davomida Turdaxonning familiyasi Mahmud ekanligi, uning 2013-yili Aqsuda yuz bergan Oygul voqeasida yaralangan bir gumondorning putidagi o'qni elib o'tganligi uchun 8 yillik kesilganligi va kasal holatda jazo muddatini tugatib, oldingi oyda jon uzganligi dalillandi. Ma'lum bo'lishicha, 2013-yili Ro'zi tarif kuni soqchilarning masjid tekshirishi sababli yuz bergan bu voqeada soqchilar qurolsiz ommaga o'q chiqarib, 3 kishining naq maydonda o'lishiga va ko'p sonli kishining yaralanishiga sabab bo'lgan. Xitoyning 2010-yillardan boshlab G'arbning tokini sharqqa yetkash strategiyasi yo'lga qo'yilib 12 yildan keyin Sharq Turkiston Xitoy o'lkalarini tok bilan ta'minlaydigan eng chong elektr stansiyasiga aylangan. Xitoy taratqullarining 4-noyabr bergan xabarlarida ma'lum bo'lishicha, bu yil 31-oktyabrgacha bo'lgan 11 oy ichida Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga yetkazilgan umumiy elektr tok miqdori 103 milliard 662 million kilovatga yetib borgan. Xitoy xabarlari to'rining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, 11 oy ichida Sharq Turkiston Xitoy o'lkalariga yo'llagan tok zapasi 1 milliard 400 million Xitoy aholisining 32 kun ishlatishiga yetadi ekan. Xitoy Osiyo aslahalari ta'minlash shirkati e'lon qilgan bayonotda Xitoyning Yevropadagi Airbus shirkati bilan jami 140 yo'lovchilar aeroplanlarini sotib olish to'g'risida kelishim hosil qilganligi e'lon qilindi. Bayonotda Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning juma kuni Beijingga qilgan ziyorati jarayonida imzolangan kelishimining umumiy qimmatining 17 milliard dollar bo'lganligi o'tirg'i qo'yildi. Yevropa va Amerika mutaxassislari Washington Pochta gazetining ziyoratini qabul qilganda Yevropada Xitoy bilan bo'lgan munosabatni qaytadan o'ylanish kerakligi to'g'risida eng o'rtaq tonishning borligini ta'kidlab, Scholzning ziyoratining qizil siziqdan olqaganligini ta'kidladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining maslahatchisi Colin Cahill Xitoyning kelgusi bir qancha yilda Tayvanga tajovuz qilish yoshirin kuchi yo'qligini aytdi. Cahill Xitoyning Tayvanga bo'lgan besimini kuchaytirib, orol atrofida yangi tartib barpo qilishni planlaganligini o'tirg'i qo'ydi. Egilishicha, Xitoy Xalq bankisining muavin raisi Fan Yifi haqida sheriklik gumoni bilan tekshirish boshlangan. Xitoyning raqamlik pul muomala jihatdagi bosishlarining boshlamchilarining biri bo'lgan Fan Yifi oldingi oyda Jungo Kommunistik partiyasi 20-navbatlik mamlakatlik qurultaydan keyin tekshirilgan tunji yuqori darajalik amaldorga aylandi. Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharif o'zining sobiq bosh ministri Imron Xonga qartilgan qurolliq hujumga qatnashganligini rad qildi. Imron Xonning yolg'on va oddiy suiqasdlar bilan davlatga ziyon solganligini bayon qilgan Sharif, Pakistan Tahriki Insof partiyasining rahbari bo'lgan Xonning davlat organlariga qarshi salbiy bayonlarni qurganligini aytdi.